Ko'pchilik rus tilini o'rganadi, lekin gapirishga kelganda qiynalib qoladi. So'zlarni tushunadi, grammatika ham yomon emas, lekin razgovor yo'q. Natijada rus tilini o'rganayotgan odam o'ziga ishonmaydi va gapirishdan qochib qoladi. Agarda siz ham rus tilida erkin gapira olmayotgan bo'lsangiz, bu videoda sizga aniq nima qilish kerakligini ko'rsataman. Bu maslahatlar oddiy, lekin juda ham samarali. Eng muhimi, bularni hammasini to'g'ri bajarsangiz, 2-3 oyda sezilarli o'zgarish bo'lishi aniq. Bugun siz bilan razgovorni tezroq ochish uchun 3 ta asosiy usulni ko'rib chiqamiz. Birinchi muhim qadam har kuni gapirishni mashq qilish. Ko'pchilik shunchaki video ko'radi, grammatika o'rganadi, lekin razgovorni mashq qilmaydi. Agarda razgovor mashqi bo'lmasa, miyangiz rus tilida gap tuzishga o'rganmaydi. Oddiy misol, sport zalga yozildingiz, lekin trenirovka qilmasangiz, mashq qilmasangiz hech qanaqa natija ko'rmaysiz. Tilda ham xuddi shunaqa. Shuning uchun har kuni 10-15 daqiqa ovoz chiqarib gapirishni mashq qilishimiz kerak. Oddiy misollarga: bugun qayerga borasiz, qanaqa rejalaringiz, nima yeysiz, kim bilan uchrashasiz va shunga o'xshagan kundalik hayotingizdagi gaplarni mashq qiling. Muhimi gaplaringiz ideal bo'lishi emas, muhimi mashqni boshlab olish. Agarda suhbatdosh topish qiyin bo'lsa, o'zingiz bilan mashq qiling. Oynaga qarab gapiring. Oddiy savollarga javob bering yoki diktofonga ovozingizni yozib oling. Misol uchun, oddiy gaplarimiz: Сегодня я проснулась в 8 утра. Сегодня солнечная погода. Я иду на работу. Va shunga o'xshagan oddiy gaplar bilan mashq qiling. Va bu usulda siz bir oyda juda ham katta o'zgarishni sezasiz. Asosiysi bu muntazamlik. Ikkinchi qadam tayyor gap konstruksiyasini yodlash. Noldan so'zma-so'z gap tuzmoqchi bo'lsangiz, bu razgovoringizni sekinlashtiradi. Aslida tilni tez o'rganish siri bu tayyor shablonlarni ishlatish. Misol uchun, мне кажется, я думаю, я хочу поехать, самое главное. Shablonlarni tayyorlab oldingiz va yoniga o'zingizning gaplaringizni qo'yib chiqasiz va o'zgartirib ishlatib yuraverasiz. Masalan, мне кажется, menimcha degani va мне кажется shablonini siz yodlab oldingiz, gaplarni o'zgartirasiz. Мне кажется, это интересно. Мне кажется, это сложно. Мне кажется, это легко. Deb siz tayyor gaplar bilan foydalanishingiz mumkin. Kuniga yangi shunaqa plus-minus 5 tacha gap strukturalarini yodlang va bu degani bir oyda plus-minus 150 tacha tayyor gap va bu esa sizni razgovoringizni ancha osonlashtiradi. Uchinchi qadam tinglash orqali gapirishni rivojlantirish. Ko'pchilik faqatgina gapirishga fokus qaratadi, lekin quloq o'rganmagan bo'ladi. Shuning uchun har kuni 15-20 daqiqa rus tilida kontent tinglang. Bu intervyu, podkast, har xil vloglar rus tilida bo'lishi mumkin, kino, seriallar, xohishingizga qarab. Muhimi, hammasini tushunish shart emas. Asosiy maqsad gapirish uslubini eshitish. Hozir sizga razgovoringizni yaxshilash uchun bitta yaxshi mashq o'rgatib qo'yaman. Deylik, bitta narsa ko'ryapsiz rus tilida va bitta ikkita gap sizga yoqqan bo'lsa, pauza qiling va shuni 2-3 marta ovoz chiqarib takrorlang. Bu usul sizga talaffuzingizni yaxshilab beradi hamda gaplaringizni ancha tabiiy chiqarib beradi. Xo'sh do'stlar, orada ozgina pauza olamiz. Agarda siz ham rus tilini shunaqa qiziqarli, tabiiy va amaliy usulda o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizga ilm markazi kurslarini tavsiya beraman. Bizda 90 kunda natijaga chiqishingiz kafolatlanadi. Agarda natijaga chiqmasangiz, to'lovingiz 100% qaytariladi. Pastda havola bor, Telegram yoki WhatsApp raqamingizni qoldiring. Operatorlarimiz sizga bog'lanib, barcha ma'lumotlarni berishadi va demo darslarni yuborishadi. Rus tilida razgovoringiz o'z-o'zidan ochilmaydi. Uni yaxshilash uchun to'g'ri mashq qilish kerak. Bugungi videoda siz bilan 3 ta qoidani ko'rib chiqdik va buni 30 kun bajarsangiz, siz o'zingiz yaxshigina natijani sezasiz. Bugungi video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va shunaqa foydali ma'lumotlardan qolib ketmasligi uchun sahifamizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, paka-paka.